Kuniga necha marta o'sirasiz? Agar umuman o'sirmasangiz, bu yaxshi xabar emas, sizda qandaydir muammo, hazm qilishda xatolik bor. Kuniga 5 marta o'sirish bu ichaklaringizda harakat kam, ko'proq qimirlang yoki suv iching. Hattoki 6-10 marta o'sirish ham kam, ammo o'zingizga yoqsa bu yaxshi. Kuniga 10 yoki 20 marta o'sirish bu juda zo'r. Tabriklayman, sizning ko'tingiz normal holatda ishlayapti. 21 dan 30 gacha o'sirish bu ehtimol kechasi no'xat, lov yeganingiz yoki gazli suvlar ichganingiz uchun. Agar 31 dan 50 gacha bu sizning ichagingiz qiynalayotgan bo'ladi. Harakatlaringizga e'tibor bering. Kuniga 51 dan 70 gacha o'sirish nimadir xatoligini anglatadi. Ichakdagi kamchilik yoki stress bo'lishi mumkin. Agar 70 va undan ko'proq o'sirish bu qizil bayroq. Bu jiddiy ovqat hazm qilishda xatolik bor. Iloji boricha odamlardan uzoq yuring, o'zingizni va ularni qiynamang. Ogoh bo'ling, tabiat ekologiyasini buzmang.